2016-yilda ishlab chiqarilgan Damas van kelib qoldi akalar. Narxi o'zi bilan bo'lganligi uchun e'longa qo'yib beramiz. Ya'ni naqdga sotiladi akalar. Narxi keladigan bo'lsak, $3950 deyishyapti. Sunnatiga yana ozgina o'tib berishadi akalar. Nima deb o'ylaysiz? Qimmat yoki arzonligini kommentariyada yozib ketgan akalar. Chiroyli obzor qilib beramiz. Faralari ko'rib turgan bo'lsangiz, juda ham yaxshi holatda. Xo'p, 4 ta balon yangi taqilgan akalar, ko'rib turgan bo'lsangiz, vobshe zo'r holatda. Yumshoqdan taqilgan ekan. Apshkalar yaxshi holatda. Endi chexolini bilmadim akalar. Balkim almashtirib olsanglar, almashtirib yub taqib olsanglar ham bo'laveradi. Xohlasanglar, almashtirib olinglar. Polklar yaxshi holatda, o'zim ham bunaqa rullari. 164 ming probekda. Mashinamiz mexanika ko'rib turgan bo'lsanglar, hamma narsasi bor. Hozir bittasi keladi, aka, avtomati bilan konditsioner bo'lganda olardim degan bitta biratan keladi hozir. Orqalarini ham ko'rsataylik, jigarim. Xo'p, orqalari keladigan bo'lsa, zapaska har doimgidek kal bo'ladi. Любой mashina akalar. Xo'p. Mana ko'rib turgan bo'lsangiz, yomon holatda emas. Xullas, Rabatdagi xizmatdagi yaxshi mashina akalar. Orqalarini ham bitta ko'rsatamiz. Mana Qobil avto ham biroz sifatsiz kanal bo'lganligi uchun osilib ham qo'yapti. Xullas, metan gazlarigacha bor. Hech qanaqa ish yo'q. Kelasiz, o'tirasiz, minasiz. Yomon holatda emas mashina. To'g'risi. 3950 narxi. Eshitib kelishtirib berishadi. Faqat Toshkent shahar o'ziga demayman. Xohlasangiz butun dunyodan kelib mana shu pulga olib ketsangiz bo'ladi akalar. Xullas, tegaragan nomerlarni qoldirdim, aloqaga chiqinglar akalar.